aka qo'zir zo'ri keldi. Boqilyapti. 10 kun bo'ldi. Like bosib, obuna bo'lib turgan qo'zir zo'ri chiqara. Ertaga 80 ta qo'yimiz kelyapti. O'shalarni ko'rsatib, pulni yengil qo'ya. 10 kun bo'ldi, boqilyapti. Ko'rsatdim. Hurmatli YouTube ishqibozlari, obunachilar, inshaalloh bugunga mana bugun 19-oktyabr ukamizni vaqtida qo'zlarni obzorga chiqargani kelib viloyat xohlasa. Bu yerda son nechta deb o'tdingiz? 65 ta aka. 65 ta akalar. Bular sotilmaydi, lekin obzorga chiroyli qilib sizlar uchun manfaatli video qilamiz degan umiddamiz. Xudo xolasa videoni boshlash oldin like bosib qo'yasizlar akalar. Xudo xolasa azizlar o'ziga obuna bo'lib, podpisa qilib qo'yasizlar gruppalarga akalar. Xo'p, bu yerda bar qo'chqor akalar. Mana juli olinganlarga qo'shilganiga xudo xolasa 2 oy bo'lyapti. Mana jullilariga hali 1 hafta bo'lmadi. Xudo xolasa bu yerda 65 ta bari qo'chqor. Endi bular bir yem berish, nimalar berayotganlaringizni bir obunachilarga aytib o'ting. Erpak, kepak, bug'doy, yem-pem bilan yarim kiloda yemaydi aka. Sili suyda ittirib. Sili suyda hashagiydi. Shundan keyin ko'chalarisiga aylantirib, qonni to'ydirib, obunachilar ukamiz aytganlaridek, mana hozir ertalab kechqurun bir aylantirib kelinglar. Mashinaga dala joylarda bir oyoqlarni yurgizib, chunki oyoqlarni yurgizib bo'lmasa, bular oyoq urib qoladi. Bir hafta bir taylan tozalanib, shu bilan oyoq o'rib, tortishib qolish, bu ham tortishib qolmasin degan umidda mana aylantirib, dalaga bir olib chiqib turadilar akalar. Qo'zlarimiz o'zgarishga kelib qolgan. Endi bularga nima ukollar qilinyapti uka? O'sha Ezzim aka doktorba o'sha har kuni ukol qilamiz. 10 kunda bir marta. Bitta detox bilan qaymoq dori ichilib turiladi akalar. Shu bilan o'zi bir oyda 2 marta qilsangiz, shu bilan qo'zlarimiz ancha o'zgarishga kelaveradi akalar. Yer olamiz aka. Xudo xolasa YouTube kanalimizga o'tib olsalaring, bularda qanaqa yem berish, yana qachon qo'shilgan, har hafta chiqarib borganmiz akalar. Sizni kanalimizga o'tib videolarimizni ko'rsalaring. Bularda qolgan videolarni ham chiqarib borganmiz. Ele bizda sotiladigan qo'zlar ham bo'ladi. Bugun 100 ta keldi, uni ham chiqarib qo'yganmiz. Kanalimizga o'tib olsalaring, sotiladigan qo'ylarimizni ham chiqarib qo'yganmiz akalar. Bemalol o'tib telefon qilaverasizlar. Manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. Optimchilar, arzonchilar yig'ilgan joy Sariq qishlog'ida akalar. Xudo xolasa kelib bemalol qo'zlarni tepasiga kelib ko'rib, chiroyli kelishib qilib ukamiz 24 ga 7 xudo xolasa qo'yxonada bo'ladilar. Ile qo'y ham 1 yil xotirjam, har yili qo'zlar to'xtamaydi. 2 yildan keyin telefon qilamiz. Biz qo'y purishmiz. Biz dakan purish, tovuq purish emasmiz. Qo'y purishmiz. 2 yildan keyin uni telefon qilamiz. Nechta qo'y kerak bo'lsa shuni yozaverasizlar. Mashinaqasidan kerak edi uka. Menga mashinaqasidan to'yib ber. Yo bunaqasidan to'yib ber desam, so'g'la desam, qo'chqor desam, aqta desam, libboy turidan to'yib beriladi. Xudo xolasa kanalimizga bittadan like bosib qo'ysalaring, inshaalloh foydasi tegadi kanalimizga. Bittadan like bosib qo'yasizlar obunachilar. Mashalloh.